Hayotda achchiq haqiqatlar bor-da, bilasiz. Negadir doim ko'nglimiz og'ritgan insondan emas, aksincha ko'nglimizga qaraydigan insonlardan alamimizni olamiz-da. Biz sevgan insonlarga ozor beramiz, lekin sevmagan insonlarga poyandoz bo'lamiz. Nega? Yaxshi ko'rgan yaqinlarimizga, kasal birodarlarimizga vaqtimiz yo'q, lekin 7 yot begona insonlar bilan oshga har doim vaqt topamiz. Oilasi nochorroq singlimizga har xil bahonalar bilan yordam bermaslikka harakat qilamiz, lekin xalqni ko'ziga qozon-qozon oshlar qilib ziyofat beramiz. Ota-onamizni haftada bir bora ko'rib kelishga fursat yo'q, lekin ammo ulfatlar bilan o'tirishga har doim vaqt topamiz. Nega?